Turpandan kelgan 73 yoshli akamizniki yurakka jiya yani diye qo'yib davolanish jarayoni. O'zi ham 73 yosh, simptomim 75 yosh. O'zingiz 73 yoshdami? Turpandan keldingiz aka? Turpandan. Nima davolash qilgandi bildingizmi? Nima davolash qildi? Yurakka jiya soldik. Ha, yurak jiya qo'ydik ha? Ben sizga aniq gapiray. Ben sizning yurakni qarang, 3 tomiri bor, 3 asosiy tomir. Ben sizningki o'tirdik ham buyum tomirdir, ichidagi yeri to'sib turibdi, mana 2 tal diye qo'ydi. Anaki mal tomirniki, mal paripaga yavaka, yo bu chunang deymiz. To'g'ri, o'zingizda ma'noda kengaytib o'tdik. Anaki mal tomir yaxshi. Ana siz 73 yosh odamga nisbatan hamda bu yurakning tomiri to'silish bo'ldi. Operatsiya qo'rqdingizmi? Yo'q, Qo'rqdingizmi? Yana bo'ldingizmi? yo'q, hech qanday bo'lmadi. Sizdan tugamtikan. Qo'rqinish emasmikan? Yo'q, hech qanday bo'lmadi. Nurg'un kasallik qo'rqinishda bo'layotgan emas bu. Mana necha qator bo'ldi qildirmay, meni xatarli degan ekan, qildirmaydi ekan. Turib balla rag'batlantirib, nima bir qildiryapsa, yeni kito ketsa-da. Mana har qanday davolashning xatiri bo'ldi aka. Masalan, yurak jiya qo'yishning xatiri bor. Lekin jiyani qo'yganmisangiz, uning xatiri buningdan cho'ng, tushundingizmi? Tuyuqsiz yurak tutib olsa, o'chadan chiqadi. Tushundingizmi? Nima qildi? 2 qatim aytishganmiz-ku. Jijas boshda men sap tayyor qilibdi. imzo qo'yib berdi, men yolg'izman ekan. İmza qo'yib beray desam, imzo qo'yib berma desammi? Voy, bu onda xatir va, manda xatir va. To'satdan yurak to'xtamada holi qoldi, onda qoldi, bunda qoldi. Yomon bak qo'qizdi, otamning qo'qizimda. Bir qatim chiqibdi yotoqqa. Chiqib, qasab yotoqdagilar yana tushib chiqqanlar boshida odam ketdi, chiqib yotoqda. Aks ham tushdik. Ögünligi. Mana yurak jiya qo'ygan kasalga nisbatan 73 yosh biz cho'ng hisoblanmaydi. Va 80 yosh, 90 yosh odam yurak jiya qo'ymas. Ama can qutildirish uchun amal yo'q. Buni qo'ymasangiz va xatiri cho'ng ma'niki. Endi o'zingiz ko'rdingiz, u yurakni zo'yin qilish, jiya diya qo'yish jarayoni uni ma'qul emas. Sizdan mayaga 2 tal jiya qo'ydik yurakka. Mayani doğruluk çoğunan olan kengaytib qo'ydik tomirni. Ma tomir yaxshi ekan. Lekin bu siz hozir chiqdi. Doğru vaqtida gap qilsangiz, doğrunuzni tanishib turibmiz. Asosan chiqishni asrimsiz bunda. Boshqa avallaringiz yaxshi bo'lgan ekan, jiba? Bo'ldi. Ma'qul. Jo'naka.